er yo'q deydi yoki bo'lmasa qaynona yo'q deydi. Bir-birini huquq va majburiyatlariga rioya qilmaslik. Turmush o'rtog'ining huquqi bor, o'zining majburiyati bor. Uni huquqiga rioya qilsa va o'zinikini bajaradigan bo'lsa, zo'r bo'ladi deymiz-da. Muammo bajarish uchun bilish kerak-da. Bilish uchun hozirgi paytda kamida kitob o'qishlik kerak. Masalan, sizning kurslaringizda o'qisa, xudo xolasa foydali bo'ladi. Farog'at Qasr Mabodi kimgadir qiziq bo'lsa, o'qinglar. Foydali bo'ladi. Biz ko'p aytamiz, o'sha Baxtiyor oila kitobida juda zo'r qilib yoritib berilgan, qaniydi odamlar o'qib, bilib, keyin unga amal qilsa, yashash ancha oson bo'ladi. Masalan, farazan, kelin uyga ota-onasini borib ko'rib kelmoqchi. 1 oy o'tdi. Javlan uzoq emas. Er yo'q deydi yoki bo'lmasa qaynona yo'q deydi. Aslida uni huquqi edi. Ma'lum bir muddatda Baxtiyor oilani o'qinglar, qanchada borish mumkinligi juda zo'r yozib qo'yilgan. Hozir aytib o'tirmaymiz, qancha muddatda borish mumkinligini izlanglar. Kelin uyga bormoqchi, uni tuqqan ota-onasi sog'inadi yoki bo'lmasam u yoq tomon ham nevaralarini sog'inadi, ko'rgisi keladi, lekin qaynona yo'q deydi. Yoki bo'lmasam kuyov bola yo'q deydi. O'zing 1 oy bo'ldi, endi 1 oy bo'ldi deydi. Huquqiga masalan rioya qilmaslikda bu yerda. Yoki bo'lmasam boshqa majburiyatlar, vazifalar bor. Kelinning o'zini vazifalari bor, erning o'zini vazifalari bor. Bajarmagandan keyin hamma shu toqati tugab qolaveradi-da. Asabiy bo'lib qolaveradi, janjal, to'polon, jahl shuni ortidan kelib chiqadi.